Birinchida turgan motoblogimiz 7 ot kuchli salarkali motoblog. Undan keyingi motoblogimiz 9 ot kuchli salarkali motoblog. Undan keyingisi 17 ot kuchli eng katta salarkali motoblog. Ukam salarishning motoblog olmoqchiman, lekin menga eng kichkinasidan eng kattasigacha narx-navosini tanishtirgan degan akalarimiz uchun bugun hamma turdagi salarkali motobloglarimiz kelgan. Uchalasini ham hozir qisqacha ma'lumot, narx-navosigacha tanishtiraman va kimda kim shu turdagi motobloglardan xarid qilmoqchi bo'lsa, ekranga nomer qoldiryapman, aloqaga chiqib sotib olsanglar bo'ladi. Va bundan tashqari boshqa turdagi benzinliklar ham qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Assortiment katta, xohlasanglar yashiy holatda, xohlasanglar yig'ilgan holatda bizda mavjud. Bo'lmasa, ma'lumotlarni boshladik. Video yoqayotgan bo'lsa, bitta like bosib turasizlar. Xudo xolasa kelganinglarda narx-navosini kelishtirib arzonroq qilib beraman. Xo'p, 7 ot kuchligidan boshlaymiz. Motorlari 173 motor, katta yaxshi baquvvat motorlardan qo'yilgan bo'ladi. Yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodit olib juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi. Videoni boshida aytganimdek, yoqilg'i turi salarka baklari 3 litrlik bo'lyapti. 1 soatda yarim litrdan salarka rasxod qiladi. Va ma'lumot o'rnida aytish kerak, ko'pchilik so'rayapti, salarkasi ukam tugab o'chib qolsa nima bo'ladi degan akalarimiz uchun salarishning motobloglarida salarkasi tugab o'chib qolsa, farsunka apparatini uchi kuyib qoladi va uchini alishtirishga to'g'ri kelib qoladi. Shuni hisobiga salarkasini tugatmasdan quyib, zapravka qilib yurish kerak. Xo'p, o'zi motor 7 ot kuchli bo'lishiga qaramasdan korobkasini qo'ldan kelgancha kattarog'ini qo'ydirganmiz. Shu yerda ichida ishlayotganda motor baquvvatligini hisobiga korobkaga nagruzi kelmasin degan maqsadda kattaroq korobka qo'ydirganmiz va rollarini ham uzunroq qilib olib kelganmiz. Va oldingi partiyada balonlarini kichkina balon 4 ga 8 balon olib kelgandik. Bu partiyada ahamiyat berasizlar, katta balondan qo'ydirib kelganmiz. Xo'p, mos qismlari ham ancha katta, baquvvat moslardan qo'yilgan. Orqa tomonida qishloq xo'jaligigacha bor akalar. Teva tomonda har doimgidek kompressori, o'ng tomonda siplena, chap tomonda zatning xoti bor. Xo'p, narx-navosiga o'tadigan bo'lsak, komplektda freza, tormoz, dokument, kuluz har doimgidek bonuslari bilan arzonchi modellari 4.500.000 so'm, yaxshi sifatli modellari 6.500.000 gacha 7 ot kuchlilari mavjud. Sifatiga qarab 4.500.000 dan 6.500.000 gacha 7 ot kuchli salarkali motoblog mavjud. Xo'p, ukam bunisi bizga kichikroq qiladi. Bundan sal kattaroq modeli bo'lsin deganlarga 9 ot kuchli, bundan sal kattaroq modeli. Ahamiyat berasizlar, motorlari buniki 178F motor, salarkali motor hisoblanadi. Aytib o'tganimdek, yoqilg'i turi salarka baki buniki 5 litrli bo'ladi. 1 soatda 7-8 gram rasxod qiladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, farsunka apparatlarini originalidan qo'yilgan, ancha-munchaga kuyib qolib, unaqa narsa bo'lmaydi va sizga uzoq umr hamda yaxshi xizmat qilish uchun qo'ldan kelgancha yaxshisini qo'ydirib kelganmiz. Xo'p, yurishlari buniki ham zavodnoy orqali yarimta tortganingizda zavodit olib juda ham yaxshi sifatli ishlab bera oladi. Motori 9 ot kuchli bo'lgan hisobiga korobkani bundan ham kattaroq qo'ydirish maqsadida 17 ot kuchli 250 litrlik katta korobkadan qo'ydirganmiz. Bu katta korobka akalar motor oshda baquvvat bo'lib turib, korobkani urib qo'ymasligini hisobini olib kattaroq korobka qo'yganmiz va korobkaga nagruzka tushmaydi. Va mana bunaqa yer haydaydigan freza, puluk, mana bunaqa arava ishlatayotganinglarda korobkaga nagruzka kelmaydi. Shuni hisobiga kattaroq korobka qo'yilgan. Baloni yaxshi yumshoq 512 balon, mos qismi ham o'sha katta qalin materiallardan ishlangan varianti, dishlasi o'sha katta dishlardan qo'yilgan. Orqa tomonida vom qo'yilgan, vomga sunasos, karter apparatlarini ulab ishlatsanglar bo'ladi. Rollbotdan o'zingizga qarab pastga, balandga qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Skorosi oldiga 1, orqaga 2 skoros va bittadan zatni xotigacha bor. Narx-navosiga o'tadigan bo'lsak, buni eng kichkina modellar akalar 5 million so'mdan boshlab turib, eng katta bunaqa yaxshi modellari 7.500.000 gacha sifatiga, ishlashiga, stator kalitligiga qarab narx-navosi o'zgaradi. Komplektda har doimgidek freza, tormoz, dokument, kuluz, 1 yil garantiya qo'shib beriladi bonuslarigacha. Xo'p, ukam bizga bunaqa o'rtacha model emas, bizga bo'lsa eng kattasi bo'lsin, eng yaxshisi bo'lsin hamda eng zo'ri bo'lsin degan akalarimiz uchun ahamiyat berasizlar. Salarishning motobloglar ichida eng kattasi. Motorlari 192F motor. Eng katta salarkali motoblog bo'ladi. Bu skidkaga tushgan, narxi juda ham arzon narxda tarqatyapmiz.
Salarka baklari 5 litrlik bo'ladi. 1 soatda 7-8 grammdan 1 litrgacha nagruska holatida yer haydayotganda salarka rasxod qiladi. Yurishi xohlasangiz zavodni orqali yurg'izsangiz bo'ladi. Xohlasangiz katta Damas akkumulyator qo'yilgan 12 vatli akalar ko'rishingiz mumkin. Xo'p, yon tomonda katta Damas statorlar bilan jihozlangan, shuni hisobiga kalitda ham yurg'izsanglar bo'ladi. Gulishtirlar o'sha katta gulishtirlardan qo'yilgan bo'ladi. Balonlari yaxshi yumshoq balon qo'yilgan, korobkalari katta 350 talik katta korobkadan qo'yilgan. Bunda 250 talik bo'lsa, bunda 350 talik katta korobka qo'yilgan. Rol uzun qilib ishlangan. Bunda ham oldiga 1-2 skorisi bor, orqaga bitta zatning xotgacha jihozlangan bo'ladi. Komplektatsiyasiga frezasi, tormozi, dokumenti, kulchi, 1 yil garantiya, bonus hamma aytib o'tgan narsamni qo'shib beraman va undan tashqari akalar ahamiyat berasizlar. Narxi attiga 9 kuchli stator kalitli motobo'loid puliga berilyapti. Attiga 8.500.000 dan aksiyaga qo'yganmiz. Attiga 5 ta dona qoldi, ulgurgan qoldi akalar. Bonuslargacha qilib beramiz. Ozmoz chegirmasi ham bor. Dastavkasini kelishilgan holda chiqazaveramiz akalar. Xo'p, kimga eng kichkina salarkali motobo'loid yoki kimga katta, kimga o'rtacha motobo'loid qiziq bo'lsa, ekranga nomer qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Soni cheklanmagan miqdorda bor. Xohlasangiz benzinliklarda ham assortiment katta. Xohlasangiz yashil holatda oling, xohlasangiz yig'ilgan holatida oling. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i agroservis do'koni. Xohlaganlar uchun yana bitta tanlov akalar. Kelsanglar, mana shu yerda o'zida yashil holatda ham iloji bor. Oldinglarda mana shu holatda ochib, yig'ib, tayinlab berish imkoniyati ham bor. Kelsanglar, yashildan shuni ochib, yig'ib ham beraveramiz. Va undan tashqari instrument so'ragan akalarimiz, instrumentlarimizdan ham yangiliklar kelgan. Xo'p, batareykali benzopilalarimiz kelgan, kulish nabor, shurpover va undan tashqari instrumentlar, karter sistemalari, dvijoklar, bu tomonda motopilalar, akalar, xullas barcha turdagi instrumentlardan ham topishinglar mumkin. Manzil Farg'ona shahar, avval qishlog'i agroservis do'koni. E'tiborlaringiz uchun rahmat, joningiz sog' bo'lsin.